Aziz fuqarolar, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan nafaqat muhim, balki har biringizning kelajagingizga, mulkingizga va hatto oilaviy farovonligingizga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan o'ta shoshilinch masalani muhokama qilmoqchiman. Agar sizda hali rasmiylashtirilmagan, to'liq hujjatlari bo'lmagan yer uchastkasi, uy-joy yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lsa, ushbu video aynan siz uchun. 5 maygacha qabul qilishingiz shart bo'lgan bir qancha muhim qarorlar bor va bu muddat juda ham oz qoldi. Shuning uchun, iltimos, diqqat bilan tinglang va har bir sozimga e'tibor bering. Bu ma'lumotni ko'proq odamlar ko'rishi va o'z vaqtida choralar ko'rishi uchun kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoni like bosishni unutmang. Bu har bir fuqaroning hayotiga ta'sir qiladigan dolzarb mavzu. Muammoning asosiy mohiyati, ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avval nima uchun bu masala shunchalik dolzarb ekanligini tushunib olaylik. O'zbekiston aholisining katta qismi, ayniqsa qishloq joylarda va shaharlarning eski mavzelarida uzoq yillar davomida rasmiy hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki umuman bo'lmagan mulklarda yashab kelgan. Tasavvur qiling, bobongiz qurgan uyda yashaysiz, lekin undan sizga meros qolgan yagona narsa bu qo'lda yozilgan oldi-sotdi hujjati yoki shunchaki qishloq kengashining tasdiqlanmagan bir varagi. Sovet davridan qolgan hujjatlar, ayniqsa 90 yillarda va 2000 yillarning boshlarida yuzaga kelgan iqtisodiy o'zgarishlar davrida ko'pincha hozirgi qonunchilik talablariga javob bermay qolgan. Ko'plab odamlar yer uchastkalarini norasmiy yo'llar bilan egallab olgan, ya'ni o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar deb ataluvchi holatlar juda keng tarqalgan edi. Bu yerlarga uylar qurilgan, boklar barpo etilgan, lekin ularning qonuniy maqomi aniq emas edi. Davlat ko'p yillar davomida bu holatga nisbatan ma'lum darajada ko'z yumib kelgan yoki bo'lmasa rasmiylashtirish jarayonlari juda murakkab, uzoq va qimmatga tushgan. Fuqarolar bu muammoga ko'pincha mulkni sotish, garovga qo'yish yoki farzandlariga meros qoldirish vaqtida duch kelishardi. Banklar bunday mulklarni garovga qabul qilmasdi. Notariuslar esa to'liq hujjatlar bo'lmagani uchun oldi-sotdi shartnomalarni rasmiylashtirmasdi. Bu esa o'z navbatida mulkdorlarning huquqlarini cheklab, ularni norasmiy iqtisodiyotga bog'lab qo'yardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz iqtisodiyotni shaffoflashtirish, mulk huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish va yagona ko'chmas mulk reyestrini yaratish maqsadida bir qator islohotlar o'tkazmoqda. Shu doirada yaqinda qabul qilingan qonun hujjatlari yoki prezident farmonlaridan biriga asosan o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalariga va ularda qurilgan imoratlarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish uchun maxsus soddalashtirilgan tartib joriy etildi. Bu tartib mulk egalariga o'z mulklarini qonuniylashtirish uchun noyob imkoniyat beradi. Biroq bu imkoniyat cheklangan muddatga amal qiladi va aynan o'sha 5 may sanasida tugaydi. Oddiy qilib aytganda, ilgari siz qo'lingizda bir parcha qog'oz bilan yashashingiz mumkin edi. Mulkingizning to'liq qonuniy maqomiga e'tibor bermasdan, endi esa davlat barcha mulklarni yagona va shaffof reyestrga kiritishni talab qilmoqda. Bu nafaqat davlat uchun, balki mulkdorlarning o'zlari uchun ham juda muhimdir, chunki qonuniylashtirilgan mulk kafolatlangan himoyaga ega bo'ladi va uning qiymati ortadi. Agar siz ushbu muddatgacha choralar ko'rmasangiz, keyinchalik bu jarayon ancha murakkablashadi, qimmatlashadi va hatto mulkingizni yo'qotish xavfi ham yuzaga kelishi mumkin. Bu shunchaki bir qog'ozbozlik emas, balki mulkingizning qonuniy himoyasini ta'minlash va kelajakdagi muammolardan xoli bo'lish garovidir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotirlanmasligi mumkin. Demak, 5 maygacha amal qiladigan bu soddalashtirilgan tartibdan kimlar foydalanishi kerakligini va nimalarni bilish muhimligini batafsil ko'rib chiqaylik. Asosiy e'tibor, shubhasiz, hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki umuman bo'lmagan ko'chmas mulk egalariga qaratiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Yer uchastkasi huquqini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmaganlar. Agar sizda uy-joy qurilgan yer uchastkasiga kadastr hujjatlari, yerga egalik huquqini tasdiqlovchi davlat orderi yoki xususiylashtirish to'g'risidagi qaror kabi asosiy hujjatlar bo'lmasa, ba'zilarning qo'lida faqat qishloq soveti tomonidan berilgan eski guvohnomalar bo'lishi mumkin. Ular hozirgi talablarga javob bermaydi. 2. Norasmiy kelishuvlar asosida sotib olingan mulklar. 60 ta ko'plab uy-joylar notarial tasdiqlanmagan, oddiy, qo'lma-qo'l kelishuvlar yoki yozma tilxatlar asosida sotib olingan.
Bunday holatlarda mulk huquqi yuridik jihatdan to'liq tasdiqlanmagan bo'ladi. O'chi. Hujjatdagi chegaralardan tashqariga chiqib ketgan imoratlar. Agar siz uyingizni yoki yer uchastkangizni kadastr hujjatlarida ko'rsatilgan chegaralardan tashqariga kengaytirgan bo'lsangiz, masalan, qo'shni bosh yerdan ozboshimchalik bilan bir necha metr joy egallab olgan bo'lsangiz. Tort. Meros qolgan mulkni o'z nomiga to'liq rasmiylashtirmagan vorislar, ota-bobolardan qolgan uy-joylarning hujjatlari ko'pincha marhumning nomida qolib ketadi va vorislar barcha rasmiyatchiliklarni to'liq yakunlamaydilar. Bu esa kelajakda boshqa vorislar bilan nizolarga yoki mulkni tasarruf etishda muammolarga olib kelishi mumkin. 5. Mulk huquqi noaniq bo'lgan yerlarda faoliyat yurituvchi kichik biznes egalari. Agar sizning kichik ishlab chiqarish korxonangiz yoki xizmat ko'rsatish shoxobchangiz kadastr hujjatlari yoki yer uchastkasida joylashgan bo'lsa. 6. Eski kolxoz hujjatlari asosida yerdan foydalanayotgan fermerlar, ayrim qishloq xo'jaligi yerlarining egalik huquqi hali ham eski kolxoz yoki sovxoz hujjatlariga asoslanishi mumkin. Ular hozirgi qonunchilikka muvofiq emas. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Agar sizning ko'chmas mulkingiz uchun barcha hujjatlar, ya'ni kadastr pasporti, egalik huquqini tasdiqlovchi davlat orderi yoki notarial tasdiqlangan oldi-sotdi shartnomasi va davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma mavjud bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Mulkingiz to'liq qonuniy himoyada. Endi esa ushbu holatning jiddiyligini tushunish uchun bir nechta real hayotiy misollarga to'xtalib o'tamiz. Misol 1. Bobur akajonning hovlisi muammosi. Bobur akajon Toshkent viloyatining qishloqlaridan birida joylashgan uyda yashaydi. Bu uy 1995 yilda otasi tomonidan qonma-qol sotib olingan. O'sha paytda notariusga borilgan, oldi-sotdi shartnomasi rasmiylashtirilgan, lekin yer uchastkasining o'zi hech qachon kadastr tomonidan to'liq o'lchanib, alohida xususiy mulk sifatida ro'yxatdan o'tkazilmagan. Hujjatlarda yerning qaysi toifaga mansubligi, aniq chegaralari belgilanmagan. Bobur akajon hozir bu uyini sotmoqchi. Xaridor esa ipoteka krediti olmoqchi, ammo bank kadastr hujjatlari to'liq emasligi sababli garovga qabul qilishdan bosh tortmoqda. Bobur akajonning oldida ikkita yo'l bor. Birinchisi, 5 maygacha davlat xizmatlari markaziga DXM murojaat qilib, soddalashtirilgan tartibda yer uchastkasi va uyini qonuniylashtirish. Bu jarayon nisbatan arzon, masalan, bazaviy hisoblash miqdorining BXM 5 barobari miqdorida, taxminan 1,7 ming so'm, bir martalik to'lov to'lash bilan amalga oshishi mumkin. Ikkinchisi, agar u muddatni o'tkazib yuborsa, qonuniy tartibda qonuniylashtirishga urinish. Bu holatda u ozboshimchalik bilan egallangan yer uchun BXMning 20 barobarigacha, taxminan 6,8 ming so'm jarima to'lashi, yerning bozor narxini to'lashi va sud orqali mulk huquqini e'tirof ettirishi lozim bo'ladi. Bu jarayon nafaqat qimmat, balki uzoq va asabni buzadigan sud jarayonlarini ham talab qiladi. Misol 2. Dilbar opaning bogi taqdiri. Dilbar opa Samarqand viloyatida otasidan kichik bir bog uchastkasini meros qilib olgan. Bu yer 1970 yillarda kolxoz tomonidan otasiga shaxsiy tomorqa sifatida ajratilgan. Hujjatlari esa faqat qo'lda yozilgan kolxoz raisi imzosi bilan tasdiqlangan kichik bir qog'oz. Dilbar opa bu yerga 30 yildan ortiq vaqtdan beri mehnati bilan ishlov berib keladi. Endi esa mahalliy hokimiyat organlari zamonaviy kadastr hujjatlarini talab qilmoqda. Agar Dilbar opa 5 maygacha o'zining bogini soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirmasa, bu yer qishloq xo'jaligi yer fondi sifatida qayta tasniflanib, davlat mulkiga o'tishi mumkin. Natijada Dilbar opa o'z mehnati bilan obod qilgan bogini yo'qotish xavfi ostida qoladi, yoki bo'lmasa, uni bozor narxida davlatdan ijaraga olishga majbur bo'ladi. Bu shunchaki yer uchastkasi emas, balki bir oilaning tirikchiligi va o'tmishi bilan bog'liq bo'lgan joy. Misol 3. Sardor akaning kengaygan ustaxonasi. Sardor aka Namangan shahrida o'z uyining yonida kichik bir mebel ustaxonasi ochgan. U avvalgi egalaridan sotib olingan yer uchastkasini o'ziga tegishli deb bilgan va uyni kengaytirib, yonidagi bosh yerdan bir necha metrni ustaxona uchun ishlatgan, atrofini panjara bilan o'ragan. U bu yerni hech kim ishlatmagani uchun o'ziga olgan. Hozir esa yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng, bu ozboshimchalik bilan egallangan yer diqqat markaziga tushdi.
5 maygacha Sardor aka soddalashtirilgan tartibda ushbu qo'shimcha yerni o'z nomiga rasmiylashtirish uchun murojaat qilishi mumkin. Bu holda u yerning bozor qiymatini ma'lum bir koeffitsient bilan to'lab, o'z mulkini qonuniylashtirishi mumkin. Agar muddatni o'tkazib yuborsa, u katta jarimalar, imoratni buzish to'g'risidagi sud qarorlari bilan to'qnash kelishi mumkin. Hatto yer resurslaridan noqonuniy foydalanganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ham mavjud. Bu esa uning biznesini yo'q qilish bilan barobar bo'ladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qonunchilikning sababi nafaqat davlat budjetiga pul tushirish, balki mamlakatda mulk huquqini aniqlash, yer osti iqtisodiyotini kamaytirish, kadastr ma'lumotlarini tartibga solish va eng muhimi, fuqarolarning mulk huquqlarini ishonchli himoya qilishdir. Agar choralar ko'rilmasa, ta'siri juda og'ir bo'lishi mumkin. Mulkni sota olmaslik, garovga qo'ya olmaslik, majburiy buzish, katta jarimalar, yerdan mahrum bo'lish, meros bilan bog'liq murakkabliklar va kommunal xizmatlarga ulanishda qiyinchiliklar. Shuning uchun bu masala shaxsiy mas'uliyatni talab qiladi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis jihatlar va sezilmas nozikliklar. Har bir qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tartibda ham o'z istisnolari, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ba'zan sezilmas nozikliklar mavjud. Ular haqida bilish juda muhim, chunki bu ma'lumot sizning harakatlaringizni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. Istisnolar. 1. Imtiyozli toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha imkoniyatlar. Ba'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolar, masalan, urush faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, ko'p bolali oilalar uchun to'lovlarda chegirmalar yoki muddatni uzaytirish bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ammo shuni unutmang, bu imtiyozlardan foydalanish uchun ham 5 maygacha murojaat qilish va o'z maqomingizni tasdiqlash lozim. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz ham, muddatni o'tkazib yuborsangiz, umumiy tartibda ko'rib chiqilish xavfi mavjud. 2. Sud muhokamasida bo'lgan mulklar. Agar sizning mulkingiz bilan bog'liq huquqiy nizo sud muhokamasida bo'lsa, bu holatda sizning arizangizga nisbatan boshqa tartib qo'llanilishi mumkin. Biroq bu ham sizni harakatsizlikka undamasligi kerak. Siz sud ishining borligini tegishli organlarga 5 maygacha rasman xabar qilishingiz va keyingi harakatlar bo'yicha maslahat olishingiz shart. Aks holda sud qarorini kutish jarayonida sizning mulkingiz ham umumiy qoidalar ostiga tushib qolishi mumkin. 3. Shaharsozlik zonalari va maxsus hududlar. Ba'zi mulklar shaharsozlik rejalari bo'yicha maxsus rivojlanish zonalari yoki davlat ehtiyojlari uchun ajratilgan hududlarda joylashgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda ularni qonuniylashtirishga doir qoidalar boshqacha bo'lishi mumkin. Ammo bu ham mulkdorning o'z mulkiy maqomini faol ravishda tekshirishini va uning kelajagi bo'yicha hokimiyatning rejalarini bilishini talab qiladi. Qaltis jihatlar, pitfalls. 1. Soxta vositachilar, firibgarlar. Afsuski, har qanday shoshilinch va muhim vaziyatda firibgarlar paydo bo'ladi. Ular sizga tez va oson hujjatlarni rasmiylashtirishni taklif qilib, katta miqdorda pul talab qilishlari mumkin. Esda tuting, faqatgina davlat xizmatlari markazlari, DXM, kadastr agentligi va notarial idoralar kabi rasmiy davlat organlariga murojaat qiling. Ularning xizmatlari uchun to'lovlar qat'iy belgilangan va barcha kvitansiyalarni saqlab qo'yishni unutmang. 2. To'liq bo'lmagan hujjatlar. Arizani 5 maygacha topshirishning o'zi yetarli emas. Agar sizning arizangizga ilova qilingan hujjatlar to'liq bo'lmasa yoki unda xatolar mavjud bo'lsa, u qabul qilinmasligi yoki rad etilishi mumkin. Bu esa muddatni o'tkazib yuborganingizni anglatadi. Shuning uchun barcha hujjatlarni bir necha bor tekshirish, zarur bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashish juda muhim. 3. Yer toifalarini noto'g'ri tushunish. Yer uchastkalari qishloq xo'jaligi, aholi punktlari, sanoat va boshqa toifalarga bo'linadi. Agar siz qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerda uy qurgan bo'lsangiz, uni shunchaki qonuniylashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Yer toifasini o'zgartirish alohida va murakkab jarayon bo'lib, uning ham o'z qoidalari bor. Mulkingiz joylashgan yerning toifasini aniq bilishingiz va uning maqsadini o'zgartirish imkoniyatlarini o'rganishingiz kerak. 4. Byurokratik kechikishlar. Hatto siz 5 maygacha arizangizni topshirsangiz ham, uni ko'rib chiqish va tasdiqlash ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Muhimi, arizaning muddatgacha topshirilganligi.
Arizangiz qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqlovchi kvitansiya yoki boshqa rasmiy hujjatni olishni unutmang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchiliklarning oldini oladi. Sezilmas nozikliklar, unobvious nuances. 1. 5 may muddati faqat arizani topshirishga tegishli. Ko'pchilik 5 maygacha barcha hujjatlar tayyor bo'lib, mulk to'liq rasmiylashadi deb o'ylaydi. Aslida esa bu muddat sizning arizangizni tegishli organlarga topshirish uchun oxirgi kun hisoblanadi. Jarayonning yakunlanishi keyingi bir necha haftadan bir necha oygacha cho'zilishi mumkin. 2. Eski qonuniylik yangi talablarga javob bermasligi mumkin. Hatto 20-30 yil oldin sizning mulkingiz qonuniy hisoblangan bo'lsa ham, hozirgi qonunchilik uning hujjatlarini yangilashni yoki qo'shimcha rasmiylashtirishni talab qilishi mumkin. Davlat reyestri yaratilayotgan paytda barcha ma'lumotlar yagona standartga keltiriladi. 3. Mulklarni shaxsiy identifikatsiya raqamiga tushir, bog'lash. Yangi tizim ko'chmas mulk ma'lumotlarini har bir fuqaroning jismoniy shaxsining shaxsiy identifikatsiya raqamiga tushir, bog'laydi. Bu esa davlat organlariga hujjatlashtirilmagan aktivlarni aniqlash va nazorat qilish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Shunday ekan, ilgari ko'rinmas bo'lgan mulklar endi tezroq aniqlanadi. 4. Umumiy egalikdagi mulklar. Agar mulk bir necha shaxsning umumiy egaligida bo'lsa, masalan, aka-uka, opa-singillar, qonuniylashtirish jarayonida barcha egalarning roziligi va ishtiroki talab qilinadi. Birgalikdagi egalardan birining harakatsizligi butun mulkning qonuniylashhtirilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuning uchun barcha egalar bilan oldindan kelishib olish va birgalikda harakat qilish muhim. Ushbu istisnolar, qaltis jihatlar va nozikliklarni bilish sizga jarayonni oqilona boshqarishga va kutilmagan muammolardan qochishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar, tomoshabinlar nima qilishlari kerak? Aziz do'stlar, eng muhim qismga keldik. Har biringiz nima qilishingiz kerakligi haqidagi aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Vaqt juda oz, shuning uchun darhol harakat qilishga kirishing. 1. Hujjatlaringizni to'plang va tekshiring. Birinchi navbatda mulkingizga tegishli barcha mavjud hujjatlarni to'plang. Bular eski oldi-sotdi shartnomalari, meros guvohnomalari, sud qarorlari, yer ajratish to'g'risidagi farmoyishlar, kommunal to'lov kvitantsiyalari, hatto eskidan qolgan texnik pasportlar ham bo'lishi mumkin. Hatto eng arzimas qog'oz ham foydali bo'lishi mumkin. Bu hujjatlarni hozirgi kadastr pasporti yoki mavjud qonun talablari bilan solishtiring. Yer uchastkasining maydoni hujjatlardagi mos keladimi? Hujjatlarda ko'rsatilgan manzil va chegaralar aniqmi? Uy-joyning maqsadi, turar joy, noturar joy to'g'ri ko'rsatilganmi? Kadastr pasportingiz borligiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa, bu katta muammo. 2. Muammoning mohiyatini aniqlang. Hujjatlaringizni tekshirgandan so'ng, aniq qaysi joyda muammo borligini tushunib oling. Yerga egalik huquqi tasdiqlanmaganmi? Uy-joy ozboshimchalik bilan qurilganmi yoki kengaytirilganmi? Meros mulki o'z nomingizga o'tkazilmaganmi? Yerning toifasi noto'g'ri belgilanganmi? Mulkning haqiqiy maydoni hujjatdagidan farq qiladimi? Faqatgina qonma-qol kelishuv mavjudmi? Muammoni aniq belgilash keyingi qadamlarni to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi. 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Rasmiy organlar manzillari. Arizangizni topshirish va maslahat olish uchun quyidagi rasmiy organlarga murojaat qilishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazlari DXM bu birinchi va asosiy manzil. Hududingizdagi DXMga murojaat qiling. Ular yagona darcha tamoyili asosida ishlaydi va ko'chmas mulkni qonuniylashtirish bo'yicha arizalarni qabul qiladi. Ular sizga zarur shakllarni taqdim etadi va qaysi hujjatlar kerakligini tushuntiradi. Kadastr agentligi, ilgari yer resurslari va kadastr davlat qo'mitasi agar sizning yer uchastkangizni qayta o'lchash, yangi kadastr pasporti olish yoki yer toifasini o'zgartirish zarur bo'lsa, bu agentlikning hududiy bo'linmalariga murojaat qilishingiz lozim. DXM orqali ham bu xizmatlarga buyurtma berish mumkin. Xalq qabulxonalari, agar siz DXMda yoki boshqa joylarda muammolarga duch kelsangiz, tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, Prezident xalq qabulxonalariga murojaat qiling. Ular fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqishda yordam beradi.
Notarial idoralar. Agar sizda eski norasmiy kelishuvlar mavjud bo'lsa va ularni qonuniylashtirish uchun notarial tasdiq talab etilsa, notariusga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zan notariuslar ham dastlabki maslahatlar beradi. Tort. Qaysi hujjatlarni yigish kerak? Umumiy ro'yxat. Sizdan talab qilinishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar ro'yxati holatga qarab farq qilishi mumkin. Fuqarolik pasporti yoki itkarta, asli va nusxasi. Mavjud bo'lgan barcha eski mulk hujjatlari, oldi-sotdi shartnomalari, meros guvohnomalari, yer ajratish to'g'risidagi qarorlar, sud qarorlari va mulkning texnik pasporti agar mavjud bo'lsa. Ariza shakli TXMda beriladi. Siz uni to'ldirishingiz kerak. Davlat boji to'langanligi to'g'risidagi kvitansiya summa holatingizga qarab belgilanadi va TXMda tushuntiriladi. Agar mulk umumiy egalikda bo'lsa, barcha egalarning roziligi notarial tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda mulkning fotosuratlari yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar. 5. Ariza yozishda nimalarga e'tibor berish kerak? Ariza shakli odatda standart bo'ladi. Eng muhimi, uni aniq va to'g'ri to'ldirish. Mulkingizning tarixi, uni qanday egallaganingiz, qanday hujjatlarga ega ekanligingizni batafsil bayon eting. Agar vaziyatingiz murakkab bo'lsa, barcha voqealarni xronologik tartibda yozing. Hech narsani yashirmang, chunki yolg'on ma'lumot berish jarayonni yanada qiyinlashtirishi yoki arizani rad etishga sabab bo'lishi mumkin. Sizning holatingiz bo'yicha eng yaxshi yechimni topishda mutaxassislarga yordam bering. 6. Vaqt jadvaliga rioya qiling. Hozir harakat qiling. 5 may sanasiga oz qoldi. Hujjatlarni to'plash, maslahat olish va arizani topshirish oz vaqtini oladi. Shuning uchun vazifani keyinga qoldirmang. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqishni boshlang va ertaga TXMga yoki kadastr agentligiga murojaat qiling. Qabul qilingan arizangiz uchun albatta kvitansiya oling. Bu sizning muddatga rioya qilganingizni tasdiqlovchi yagona kafolatdir. 7. Bepul maslahat olishdan tortinmang. TXMlarda va xalq qabulxonalarida mulkni qonuniylashtirish masalalari bo'yicha bepul maslahatlar beriladi. O'zingiz tushunmagan joylarni so'rashdan tortinmang. Mutaxassis bilan suhbatlashish ko'plab xatolarning oldini olishi va jarayonni tezlashtirishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz fuqarolar, umid qilamanki, bu videoda keltirilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. May 5 sanasi yaqinlashmoqda va bu sizning mulkingizning kelajagi uchun hal qiluvchi muddatdir. Yodda tuting, oldini olish har doim davolashdan osonroq va arzonroqdir. Agar siz ushbu muddatgacha harakat qilmasangiz, mulkingiz bilan bog'liq katta moliyaviy yo'qotishlar, yuridik qiyinchiliklar va hatto mulkdan mahrum bo'lish xavfi ostida qolishingiz mumkin. O'zingizni va oilangizni himoya qiling, mulkingizning qonuniy maqomini ta'minlang. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar vaziyatingiz bo'yicha shaxsiy savollaringiz bo'lsa, umumiy maslahat berishga harakat qilaman. Ushbu videoni yaqinlaringiz, qo'shnilaringiz, do'stlaringiz bilan baham ko'ring, chunki bu ma'lumot kimningdir mulkini saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bu har biringizning o'z huquqlaringizdan xabardor bo'lishingiz uchun muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.